Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlar bilan buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temur haqida gaplashamiz. Avvalo bir savol. Qanday qilib oddiy bir yigit dunyoning eng kuchli imperiyalaridan birini barpo eta oladi? Aynan shu savol meni Amir Temur hayoti bilan qiziqtirib qo'ydi. Amir Temur 1336-yil kechda, ya'ni hozirgi Shahrisabzda tug'ilgan. Yoshligidan u boshqalardan ajralib turgan. Nafaqat jasorati, balki o'tkir aqli bilan ham. U faqat kuch bilan emas, balki strategiya bilan yuritishni ham bilgan. Lekin uning hayoti oson bo'lmadi. Yoshligidan jarohat olib, bir oyog'i oqsoq bo'lib qoladi. Ko'pchilik uchun bu og'ir, ammo Temur uchun bu boshlanish edi. Aynan shu qiyinchiliklar uni yanada kuchliroq qildi. Amir Temur qisqa vaqt ichida katta qo'shin tuzib, Markaziy Osiyoni birlashtirdi va Eron, Iroq, Kavkaz, Hindiston hamda Ankaragacha yurishlar qildi. 1402-yilda Yildirim Bayazid ustidan g'alaba qozonib, o'sha davr siyosatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan birga u faqat janglar bilan cheklanib qolmagan. Samarqandni o'z imperiyasining markaziga aylantirib, ilm-fan va madaniyat rivojiga katta e'tibor bergan. Turli hududlardan olimlar, ustalar va me'morlarni jamlab, shaharning yuksalishiga sababchi bo'lgan. Uning boshqaruv uslubi ham alohida e'tiborga loyiq. Har bir qaror olingandan puxta rejalashtirilgan. Tartib-intizom esa eng muhim tamoyillardan biri bo'lgan. Shu jihatlar uni oddiy sarkardadan ko'ra ancha yuqori darajaga davlat arbobiga aylantirgan. U har bir yurishdan faqat hududiy kengayish emas, balki tajriba va boylik olib kelishni maqsad qilgan. Bu esa imperiyaning yanada mustahkamlanishiga xizmat qilgan. Xulosa qilib aytganda, Amir Temur juda murakkab shaxs. Uni faqat yaxshi yoki faqat yomon deb baholab bo'lmaydi. U tarixni o'zgartirgan insonlardan biri. Agar siz liderlik, strategiya yoki tarixga qiziqsangiz, uning hayotini o'rganish sizga juda ko'p narsa beradi. Va eng oxirida sizga savol. Sizningcha Amir Temur qahramonmi yoki bosqinchi? E'tiboringiz uchun rahmat.